Masalan, bu qissadagi qaltis kishilar qatorida Zhou Guliangni qaltis deb bilamiz. Zhou Guliang bu qissadagi eng qaltis kishilarning biri. Liu Bei 15 yosh vaqtidan boshlab bu igilik tiklashga boshlagan, cho'ng yiqilishga boshlagan shundami? Taki 45 yoshgacha bu nurg'un ishlarni qilib baxtli, nurg'un so'qoqlarni boshlagan, izchil jang qilgan, yengilib keldi. Dastigidek bir makonga erisholmadi. Mushu vaqtda bu yaqqan ajdiro kuydi sumruqdan birsiga erishsa, jahonni o'z ilkiga og'il bo'ldi deganlikki e'lon so'zini anglab, Kunmingni 3 qatim ziyorat qilib oldi. Shundan Zhou Guliang taklif qildi. Zhou Guliang kelgandan keyin ondan bu jang qilgan sir yengildi. İşleri bağanca o'ng'itadi, ko'rsatdi. Qaltis kishilar bo'lsa, butkul bir kollektivning ishini yaxshi qo'zg'alaydigan. Mushu kollektivdagi barliq kishilarning o'z ortiqchiligini to'liq joriy qo'zg'alaydigan kishilarni ko'rsatdi. O'z ortiqchiligini texim yaxshi namoyon qilib, texim bir munavvar kishilarga aylantira oladigan shaxsni ko'rsatdi. Endi siz boya menigandek bir munavvar kishi bo'lib, o'zingizning hunarda, kasbda pishqiningiz bilan, yaxshi qilganingiz bilan mushundaq sizning bir qaltis kollektivga kirib, mushundaq bir qaltis rahbarga shu sizni yetaklab ustiga tortib bir chiqamasa, yana odatga bir holat qilib qolsiz. Sizga aqlga bayonlarimning qiziq yerlari endi chiqdi. Do'stlarniki go'njo qo'lda baxtsiz yurak berib ko'rishni umid qilaman. Rahmat.